1-mart Ramazonning 11-kuni. Ey Alloh, bizdan Ramazondagi amallarimizni qabul et. Bir kishi sadaqa qilsa-yu, odamlarga ko'z qilish bo'lsa, u sadaqa emas, riyo bo'ladi. Umar Termiziy. Haqiqiy sadaqa berayotgan qo'lning o'zi ham unutadigan darajada samimiy bo'lishidir. Ramazonda yashirin qilingan yaxshilik qalbga alohida huzur beradi. Inson hech kim bilmasa ham bir muhtojning yuzida tabassum ko'rsa, qalbida yangilik paydo bo'ladi. Ana shu tuyg'u riyo emas, ixlos belgisi. Chunki samimiy amal odamlarning emas, qalbning roziligini olib keladi. Riyo esa qalbni og'irlashtiradi. Inson boshqalarning maqtovini kutgan sari niyat sofligini yo'qotadi. Ramazon esa aksincha insonni ichki dunyosiga qaytaradi. Bu amalni kim uchun qilyapman degan savolni qalbga olib kiradi. Ushbu savol niyatni tozalaydi, amalni esa haqiqiy savobga aylantiradi.